Quyoshli xonadon dasturi doirasida umumiy quvvati 50 kilovatgacha bo'lgan quyosh fotoelektrik stansiyalarini o'rnatgan jismoniy shaxslarga o'z iste'molidan orttirib, yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan har bir kilovat uchun davlat tomonidan 1000 so'mdan subsidiya ajratiladi. Quyosh fotoelektrik stansiyalarini o'rnatgan jismoniy shaxslar subsidiya olish uchun nima qilishlari kerak? May soliq mobil ilovasidan quyoshli xonadon bo'limi tanlanadi va Face ID orqali ro'yxatdan o'tiladi. Xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi va ism-familiya, xonadon kadastr raqami kiritiladi va hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tanlanadi. Shundan so'ng foydalanuvchi hisob raqami kiritiladi va ariza yuborish tugmasi bosiladi. Ariza hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan ko'rib chiqilib tasdiqlangach, foydalanuvchi qabul qilingan va uzatilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farq, oylar kesimida subsidiya ma'lumotlari bilan tanishishi mumkin. Subsidiya oy yakunida jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol qilingan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasi hajmi o'rtasidagi tafovutdan kelib chiqib hisoblanadi va keyingi oyning 25-sanasiga qadar May soliq mobil ilovasi orqali fuqarolarga to'lab beriladi.